Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Xo'sh, bugun sizlar bilan o'tadigan darsimiz ma'lumotlar bazasi va email orqali fayl yuborish mavzusi bo'ladi. Xo'sh, ya'ni ma'lumotlar bazasi bilan ishlash va email orqali fayl yuborish bo'ladi. Bizga savol bo'lishi mumkin, bizda ma'lumotlar bazasi nima? Uni qanday qilib u bilan qanday ishlaymiz, email orqali qanday fayl yuboramiz degan savollar bo'ladi. Albatta, buni hozir birma-bir ko'rib chiqamiz. Xo'sh, avval bizga kerak bo'ladi ma'lumotlar bazasi nima degan savolga javob kerak bo'ladi. Xo'sh, ma'lumotlar bazasi tartiblangan, markazlashtirilgan va boshqariladigan ma'lumotlar to'plami hisoblanadi. U ma'lumotni saqlash, izlash, yangilash va xavfsizligini ta'minlash uchun ishlatiladi. Oddiy fayllardan farqli o'laroq, ma'lumotlar bazasi samarali so'rovlar, ma'lumotlar yaxlitligi va ko'p foydalanuvchi yordamini taqdim etadi. Xo'sh, ma'lumotlar bazasiga kirish nima uchun kerak? Tezkor va aniq so'rovlar. So'rov katta hajmdagi ma'lumotlarni millisekundlarda qaytaradi. Biznes qarorlar uchun zarur hisoblanadi. Xo'sh, xavfsizlik va ruxsatlar, foydalanuvchi darajalari, shifrlash va zaxira orqali ma'lumotlar himoyalanadi. Xo'sh, ma'lumotlar bazasining asosiy tushunchalari, ya'ni jadval ko'rinishida bo'lishi mumkin. Ya'ni bizda satrlar va ustunlardan tashkil topgan ma'lumot bloki, ya'ni hammamiz tushunadigan Excel. Satrlar bitta yozuvni ifodalaydi. Ustunlar atribut yoki maydon. Primary key, ya'ni har bir yozuvni noyob aniqlovchi maydon bo'ladi. Keyin foreign key jadvallar orasidagi bog'lanishni yaratadi. Index qidiruvni tezlashtiradi. Translation avtomatik amallar guruhi ASID prinsiplari bilan bog'liq. Bu degani ishonchli operatsiya kafolati bo'ladi. Xo'sh, ma'lumotlar bazasi boshqaruv tizimlari DBMS ma'lumotlarni yaratish, saqlash, so'rov va boshqarishni ta'minlovchi dasturiy ta'minot. U quyidagilardan iborat bo'ladi. Ma'lumotlarga ruxsat va xavfsizlik, zaxira va tiklash, so'rov optimizatsiyasi va indekslash, konsistensiyani ta'minlash va tranzaksiyalar hisoblanadi. Xo'sh, biz bu yerda ko'rib o'tdik ma'lumotlar bazasi asosiy tushunchalar, ya'ni jadval. Asosan biz hammamiz tushunadigan jadval satrlar va ustunlardan tashkil topgan ma'lumot bloki. Keling, siz bilan hozir shu jadvalni yaratib ko'ramiz. Ya'ni 9-sinf o'quvchilari uchun ma'lumotlar bazasini yaratib ko'ramiz. Xo'sh, undan yaratishdan oldin Excelda jadval yaratish o'zi qanday bo'ladi? Shuni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, jadval nima va nima uchun muhim? Jadval bu tuzilgan ma'lumotlar to'plami qatorlar va ustunlar yordamida tartiblangan, tahlil va qaror qabul qilish uchun mo'ljallangan. Excel jadvallari vaqtni tejaydi, xatolarni kamaytiradi va vizual taqdimotni kuchaytiradi. Ma'lumotni izlash, avtomatik hisob-kitoblar, filtrlash va saralash, diagramma va hisobotlar uchun tayyor. Bizda masalan shu yaratgan jadvalimiz asosida diagramma va hisobotlar ham tayyorlash mumkin bo'ladi. Xo'sh, oddiy jadval yaratish asosiy qadamlari: ma'lumotlarni rejalashtirish, ustun sarlavhalari, jadvalni yaratish,
shulardan iborat bo'ldi. Xo'sh, keling siz bilan ko'rib chiqamiz Excelda jadval yaratish, ya'ni ma'lumotlar bazasini yaratish. Xo'sh, Microsoft Excel dasturimiz quyidagi ekrandan tashkil topgan bo'ladi, ya'ni quyidagi panellari bor. Главный menyusida shriftlar bo'yicha sozlamalari, vstavka menyusida diagrammalar bilan ishlash, rasm qo'yish, boshqa figuralar bilan ishlash. Keyin razmetka straniцы bo'limida, ya'ni qog'ozni razmerlari bilan asosiy ishlanadi. Keyin formula bo'limi bor. Bu formulada bizga kerak bo'ladigan formulalar orqali ishlash mumkin. Masalan, математические формула, keyin другие функции, финансовый, logический, xuddi har kim o'zini sohasiga oid formulalardan foydalansa bo'ladi. Keyin данные bo'limida biz ko'rishimiz mumkin filtr bor, sortirovka, ya'ni saralash bo'limlari. Keyin bu yerda, ya'ni oxirida vid, ya'ni bizga kerak bo'ladigan ustun va satrlar, ya'ni jadvalni razmerlari. Masalan, обычный har doimgidek yoki razmetka stranitsiga o'tsak, masalan, mana ko'rishingiz mumkin, o'zgaradi. Barchasi o'zgaradi. Xo'sh, bizga kerak bo'ladi обычныйsi, ya'ni har doim biz odatdagidek kerak bo'ladi. Xo'sh, o'tib olamiz. Bu yerda hozir ko'rib turibsizki, bu chiziqlarni ko'rib turibsiz. Ya'ni bu A4 formatni razmeri. A4 formatining razmeri hisoblanadi. Xo'sh, sizlarga ko'rinishi uchun kattalashtiramiz ekranimizni. Xo'sh, A1 bular ustun, harflar bilan yozilgani ustun, sonlar bilan yozilgani esa satr hisoblanadi. Xo'sh, A1 katagimizga nima yozamiz? Bu katagimizga tartib raqami, ya'ni T/R tartib raqam yozamiz. Xo'sh, endi bizga savol tug'iladi. Matn jadvalga sig'masa yoki jadvalni katakka sig'masa yoki katakda ortiqcha joy qoladigan bo'lsa, uni qanday qilishimiz mumkin? Qanday o'ziga moslab qo'yishimiz mumkin degan savol tug'iladi. Bu vaqtda biz mana ko'rishingiz mumkin, sichqoncha o'zgaradi. O'zgaryapti. 2 marta bosamiz ustidan, shu formaga keladi. Ya'ni bizga kerakli bo'lgan hajmga keladi. Xo'sh, tartib raqami yozildi. B1 katagimizga o'quvchilar ism familiyasi. Ism familiya. Ism familiya. Mana ko'rishingiz mumkin, katakdan chiqib ketdi. Uni ham xuddi shu holatda 2 marta ustidan bosib, o'z formatiga keltirib olishimiz mumkin. Buni quyidagicha surib o'zimizga kerakli formatda chiqarib olishimiz mumkin, to'g'ri. Lekin bizga eng qulay usuli 2 marta bossak bo'ldi. O'z holiga, masalan, o'zini razmeriga keladi. Xo'sh, ism familiya yozildi. Keyin telefon raqami kerak. Telefon raqami, yashash manzili, va sinf. Ya'ni qaysi sinfga kerak, qaysi sinf uchun bu ma'lumotlar bazasi yaratilyapti. Xo'sh, tartib raqamiga birinchi raqam, ya'ni biror bir ixtiyoriy ism yozamiz.
Abdullayev Shahobiddin. Xo'sh, bizga katakdan chiqib ketdi. Buni ham 2 marta bosib o'z holiga, ya'ni o'zini razmeriga keltirib olamiz. Xo'sh, telefon raqami, ixtiyoriy telefon raqami yozamiz, ya'ni o'sha odamga tegishli. Biz hozir bu ma'lumotlar bazasi, ya'ni Excel variantini misol tariqasida tushuntirib berayotganim sababli ixtiyoriy telefon raqami yozishimiz mumkin. Lekin o'quvchilar, ya'ni sizlar aniq, masalan, kimning qaysi sinfning ma'lumotlar bazasini yaratmoqchi bo'lsangiz, o'sha sinfdagi aniq ma'lumotlarni yozishingizga to'g'ri keladi, yozishingiz shart. Xo'sh, ixtiyoriy raqam yozamiz. Raqam yashash manzili. Xo'sh. Yashash manzili, ya'ni qayerda? Masalan, Shovot tumani. Nechinchi sinf? 9-sinf. Bo'ldi. Keyin ikkinchi raqam. Masalan, Boltayev Surojbek. Xuddi shunaqa tartibda yozilishi mumkin, yoziladi, ya'ni Urganch, ya'ni Urganch tumani. Nechinchi sinf? Bizga kerak bu nechinchi sinf? 9-sinf. 3. Davletov Xursand. Shovot tumani. Qarang, Shovot tumani deb yozmasimizdan oldin harfini yozganimizda avtomatik chiqdi. Nimaga? Nimani hisobiga? Chunki bu yerda Shovot tumani degan yozuv chiqyapti. Shuni eslab qoladi va bu shni yozgan vaqtimizda o'zi avtomatik chiqadi. Bu vaqtda enter tugmasini bosamiz, bo'ldi, o'zi avtomatik yoziladi. Nechanchi sinf? 9-sinf. Ana, ko'rib turganingizdek o'zi avtomatik chiqyapti. Xo'sh, bu yana davom etib ketaveradi. Pastga ham, ya'ni ustun bo'yicha ham davom etaveradi, satr bo'yicha ham davom etishi mumkin. Ya'ni nima qo'shimcha yozmoqchi bo'lsangiz, masalan, ism, familiya yozildi, masalan, otasining ismi yoki nima bu, qanday ota-onasi qanday ishda ishlaydi, ya'ni shularni ham qo'shib ketishingiz mumkin bo'ladi. Bizga hozircha qisqa variant qilib shuni shu variantimiz bo'ladi. Ya'ni qisqacha tushuntirishga ham yetadi shu ma'lumot. Bu ma'lumotlar bazasi bitta joyga joylandi. Excel variantiga ko'chirildi. Endi buni сохранить qilamiz. Сохранить qilganda mana fayl menyusidan сохранить как. Keyin bu yerda рабочий stolni tanlaymiz va yozamiz. Ma'lumotlar bazasi qilib сохранить qilamiz рабочий stolga. Рабочий stolga сохранить qilindi. Xo'sh. Qani bu yerdan qidiraymiz. Xo'sh, mana bunda ma'lumotlar bazasi yozuv chiqib turibdi. Ya'ni Excel faylimiz chiqyapti. Xo'sh, endi buni email orqali faylni qanday yuborishimiz mumkin? Bu qanday yuboriladi? Email fayli buning uchun bizga Google Chrome kerak bo'ladi. Xo'sh. Ko'rib turganingizdek mana shu 9 ta nuqtacha bor. 9 ta nuqtacha. Buni bossak turli xil
kataloglar chiqib keladi. Ya'ni o'zimizning akkauntimiz, Google Disk, pochta, Google Gemini, karta, xo'sh, kalendar, shunga o'xshash funksiyalar chiqib keladi. Bizga kerak bo'ladi pochta. Pochtamiz kerak bo'ladi. Xo'sh, pochtaga kirib olganimizdan keyin, xo'sh, mening pochtam quyidagicha. Ya'ni xabarlar keladi, pochtadan xabarlar, boshqa. Bizga kerak bo'ladi napisat, ya'ni yozish. Yozishimiz kerak albatta. Kimga yozamiz? Masalan, biz ustozga yubormoqchi bo'lsak, ustozni emailini albatta bilishimiz shart. Bu emailni bilmasak, agarda biz faylni yubora olmaymiz. Shuning uchun email bilishimiz shart. Xo'sh, kimga yozamiz? Ustozga. Masalan, xo'sh, ustozni emailini yozganingizdan keyin avtomatik chiqadi. Mana masalan, menda bor kontaktlar, masalan, mana shu kontakt bor. Harfini yozgandan keyin avtomatik chiqyapti. Ustiga bitta bosamiz. Keyin, xo'sh, mavzusi nima haqida? Biz nima haqida qildik? Ma'lumotlar bazasi. Bazasi bilan ishlash va email orqali fayl yuborish. Xo'sh, mavzusi yozildi. Endi bunga izoh yozamiz. Nima deb yozamiz? Biz ma'lumotlar bazasi haqida tanishdik va sizga amaliyot topshiriqlarini yuboryapmiz. Xo'sh, yuboryapmiz. Biz izoh yozdik. Xo'sh, endi bizga nima kerak? Bizga fayl yuborishimiz kerak. Izoh yozildi, ya'ni xat yozildi. Endi biz fayl yuborishimiz kerak. Shu yerda xo'sh, bizga kerak bo'ladi. Mana kattaytirib olamiz. Xo'sh, ko'rib turganingizdek, mana shu skripkani ustiga olib borganimizda precreate file, ya'ni fayl qo'shish turibdi. Faylni bosamiz. Bosganimizdan keyin bizga bir nechta fayllar chiqarib beryapti. Biz faylimizni рабочий stolga saqlanib qilganmiz. Рабочий stolga ustiga bosamiz. Bosganimizdan keyin nima deb saqlanib qilganmiz? Ma'lumotlar bazasi. Qarang, o'zi chiqib kelyapti. Ma'lumotlar bazasi. Bosdik. Открытni bosamiz. Ko'rib turganingizdek, fayl yuklandi. Mana rangi ham o'zgardi. Xo'sh, faylni yuklash shu tarzda amalga oshiriladi. Keyin bizga kerak bo'ladi, masalan, shu ma'lumotlar bazasi so'zini biz ajralib turish uchun biror bir nima qilishimiz kerak. Ya'ni Word fayldagi bor funksiyalarni bir nechtasi, e'tibor qiling, hammasi emas, bir nechtasi qo'shilgan. Bunga bir nechtasi bor. Masalan, buni bossak, qarang. Ma'lumotlar bazasi. Rangi to'q qora bo'ldi. Xo'sh, buni bossak, bir tomonga qiya qilib yozib beradi. Mana ko'rib turganingizdek, bir tomonga qiyalab yozib beradi. Bu esa tagini chizish, xo'sh, bu qanday rangda ekanligini tanlab olish, xo'sh, bu matn o'rtada yoki chetda yoki chap tarafda yoki o'ng tarafda ekanligini belgilab beradi. Xo'sh, shu Word faylda qanday funksiyalar bo'lsa, bunda ham qisman bor. Xo'sh, отправить tugmasini bosamiz. Bosganimizdan keyin, xo'sh, bu yerda отправление bo'limiga o'tsak,
bizga yozganimiz, ya'ni kimga yozdik, ustozga yozganimiz ko'rinib turibdi. Mana kimga yozganmiz, Asadjonova. Xo'sh, mana bunda Excel faylimiz va biz yozgan xat ko'rinib turibdi. Shu yerdan ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, bugungi mavzuyimiz shu qisqacha shulardan iborat edi. Oddiygina hammamizni qo'limizdan keladigan ish. Xo'sh, tushunmagan joylaringiz bo'lsa, Telegram guruhimiz bor. Shu guruhga yozishingiz mumkin. Yokida bo'lmasa guruh profilida botimiz ham bor. Shu botga ham yozishingiz mumkin bo'ladi. Ko'rishguncha xayr o'quvchilar, keyingi darsda ko'rishguncha.